Ketish imkoniyati tug'ilsa qaysi davlatga ketgan bo'lasiz? Amerikaga. Nima uchun? Muhit yoqadi. Koreyaga. Nima uchun? O'qish, o'sha yerda o'qimoqchi. Kelajakda nasib qilsa boraman. Amerikaga hammasi qulayda, O'zbekistondan ko'ra yaxshiroq. Ishlasa ham bo'ladi, normal pul to'laydi, oyligi ham, o'qish ham normal. Amerikaga. Germaniya. Nima uchun? Sharoitlar ancha yaxshi-da. Germaniyaga, Fransiyaga. AQSh yashash yaxshi deb o'ylayman bu davlatda. Bilmadim. Angliya. O'sha yerga qiziqaman. Ingliz tilini ham shuncha o'rganaman. Amerikaga ketgan bo'lardim. Budjet taraflama ham kuchli, misol uchun normalniy pul topsa bo'ladi. Har bo'lsa Polshaga yoki Kanadaga ketardim. Nima uchun? Kanadada bo'lmenya shahar tinch, Polshada eshitganimdek tog'lar bor, prirodasi yaxshi, ob-havosi shu narsalar. Rasman shu. Wiele dziewczat jest na świecie, lecz najwięcej w Ukrainie. Amerikaga ketardim. Nima uchun? O'sha yerda normalniy pul topasiz-da. Dubai. Mama я в Дубае, мама я в Дубае. Mama я в Дубае, mama я в Дубае. Amerikaga. Nima uchun? Sharoitlar yaxshi. Bilmadim. Biz o'zimiz Ozarbayjondan kelganmiz, bilmaymiz. Amerikaga rivojlanish uchun. Yaponiyaga. Nima uchun? Tinch bo'lgani uchun. Bilmadim. Amerika. Nima uchun? Yoqadi? Rossiyaga. Nima uchun? Ruschani bilaman. Ketmasdim. Hech qayerga. Nima uchun? Shu yer yaxshi.